Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Juda ko'pchilik allergolog qabuliga borishdan oldin qanday analizlar topshirishimiz kerak deb savol berishadi. Do'stlar, bizni qabulimizga kelmoqchi bo'lsangiz, barcha tekshiruvlar o'zimizda bor. Kelsangiz, birinchi oddiy tekshiruvlar qilib ko'ramiz. Aynan allergiyangiz bormi, yo'qmi, shuni bilib olish kerak. Juda ko'pchilik keladi, boshdan meni nimaga allergiya borligini bilib bering dedi. Bilib berish muammo emas, bizda bunaqa tekshiruvlarimiz ham bor. Lekin bu tekshiruvlar juda ham qimmat turadi. Juda ham qimmat degan narxasi endi 700-800 mingdan boshlanadi narxlari. Teri sinamalari, qon orqali tekshiruvlar ham bor. Endi aynan qaysi biriga siz to'g'ri kelasiz uni bilmaymiz. Shuning uchun birinchi kelganingizda oddiy tekshiruv qilinadi, suhbat qilamiz, bemorlar analiz bo'lganimizdan keyin aynan qaysi tekshiruvga siz to'g'ri kelasiz. Balki siz hozirgi paytda ya'ni nimadan allergiya bo'layotganingizni bilish uchun tekshiruvlarga to'g'ri kelmassiz. Chunki ayrim bemorlar dori iste'mol qilib keladi. Shu dori iste'mol qilib kelgan hisobiga analizlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni murakkab tekshiruvlar, ya'ni spesifik tekshiruvlarga bemor dori ichmagan bo'lishi kerak. Shuning uchun havoda sizda ham ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, birinchi qabulga keling. Xudo xohlasa ko'rib, tekshirib, allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, nimalardan allergiya bo'layotganingizni ham aniqlab beramiz.